To'g'risi o'zim ham hayronman. Assalomu alaykum. Kamron Sulaymonov, siz bo'lasizmi? Ha, menman. Biz bilan tergovga borishingizga to'g'ri keladi. Xo'p. Yuring. Shuncha kundan beri qayerda edingiz? Eski dala hovlimizda. Singlingizni hayotiga kimdir tahdid qilganmi? Yoki kimdandir gumoningiz bormi? Yo'q. Kimdan gumon qilishni ham bilmayman. Singlingiz bir marta o'g'irlanib uyga qaytarilgan ekan. Noaniq raqamlardan qo'ng'iroq qilishgan. Katta pul talab qilishdi. Unaqa miqdordagi pulni bera olmasligimni aytdim. Keyin singlimni besabab uyga qaytarishdi. Shu gaplaringizga o'zingiz ishonasizmi? Aytilgan miqdordagi pulni bermasangiz ham uyga qaytarishdimi? Men rostini aytdim. Ularning kimligini bilmayman. Agar ichki ishlarga xabar qilsam, singlimga zarar yetkazishi mumkin edi. Shuning uchun ham xabar qila olmadim. Bo'ldimi? Qutuldimmi? Lekin siz nimanidir yashiryapsiz. Hech narsani yashirganim yo'q. Qo'lingizdan kelsa, singlimni topib bering. Meni boshqa gapim yo'q. Bu ishni begona odam qilmagan. Chunki singlingizni o'sha kasalxonada yotganligini faqat oila a'zolaringiz bilishgan. Keyin u yerga kirishga ham yurak kerak. Qiziq. O'sha kuni singlingizni yonida hech kim bo'lmaganligini u odam bilgan. Bu yerda ichki ishlar xodimi sizmi yo menmi? Biz ham o'z vazifamizni bajaryapmiz, uka. Unda bu ishni sen yo akang qilgan demoqchimisiz? Yo'q. Siz meni noto'g'ri tushundingiz demoqchiman. Boshimni qotirmang. Singlimni topib bering, iltimos. Singlimni o'ldirmoqchi bo'lgan odamning shaxsi aniqlandimi? Ha, aniqlandi. Muqaddam sudlangan. Hech qayerda ishlamaydigan oddiy shaxs bo'lib chiqdi. Tushunarli. Ketsam bo'ladimi? Ha, bemalol.